Assalomu alaykum hammaga. Mani ismim Ma'ruf. Men sizlarga o'zimni hayotimdagi bo'lib o'tgan narsalardan aytmoqchiman, chunki menda ikkala pochka qurigan. 2020-yildan boshlangan bu muammo va ancha yil dializda bo'lganman. Keyin Xudoga shukr, mana hozirda perisadka bo'lib o'tgan. Perisadka pochka qilganmiz. Va mana perisadkaga ham Xudo xolasa 3 yil bo'ldi. Endi shu narsalarni sizlarga ulashmoqchiman, sababki hozirgida ko'pchilik dializda bu kasallik juda ko'payib ketyapti. O'sha kimdirlarga bu narsa manfaatli bo'lsin, chunki dializ paytida ko'pchilik qo'rqadi, hayot tugadi deb o'ylashadi. Bu narsa menda ham bo'lib o'tgan. Keyin perisadkadan keyin bo'lib ketadimi, bo'lib ketmaydimi? Ko'pchilikda shunaqa fikr borki, perisadkadan keyin juda qiyin bo'ladi. Dializdan ko'ra perisadkada qiyinroq bo'ladi degan narsa ko'pchilikda ichida yuradi bu gap. Va bu narsa bo'lmagan narsa. Hamma narsa o'zingizga bog'liq. Asosan shu narsalar to'g'risida mana shu narsani yoritib boraman. Agar sizga shu narsa manfaatli bo'lsa yoki sizlarni tanishinglarda shu narsa uchragan bo'lsa, shu videoni ulashib qo'yinglar va podpiska bo'lib qo'yinglar. Kuzatib borsanglar, hayotini sekin sizlarga yoritib boraman.